mavsumiga ham kirib qoldik. Qish mavsumida qiynalmasdan, masalan, men o'zimni tajribamda bo'lib o'tgan, ertaman yurgizolmasdan ana yurib ketdim, mana yurib ketdik bilan oxiri akkumulyatorni o'ltirib o'rgan kunlarim bo'lgan. Shuning uchun men sizlarga hozir o'rganib olganman, shu o'rganib olganimni tavsiya qilaman. Ertamanda mana sovuq tushyapti. Hozir mana bugun mashina yurgan yo'q. Bu navesnichi deydi. Hozir ijodbek bilan mashinani surib chiqdik baqa. Shu obunachilarga ko'rsataylik deb tag'in tog'a yurgizib olib ko'rsatyapti degan fikr bo'lib qolmasligi uchun ana navesnichi deydi, mashinani sovuqda hozir ertamanda olyapmiz. Birinchi yurgizishimiz ertamanda. Shu birinchi yurishda bitta zavoditda yurishni sizlarga o'rgatay. Oldin ham bir aytgandim. Hozir mana mashinani nima qilib chiqdik? Birinchi o'rinda endi sizlarni hozir ko'p damaschilar nima qiladi? Pasosni totib olib turib, pasos totib olib turib, bir ikki marta zamoyda ochib turib, gazni bosishadi. Aslida mana gazda yurgan mana damazlar nugul Turkiya gazga ishonib qolganmiz, benzinsiz. Pasosni totishni, gazga totishni umuman hojati yo'q. Pasosni totsangiz, ketayotgan gazni ham to'sasiz, havoni ham to'sasiz. Statorni bosasiz, aylantirib, endi akkumulyatoringiz yaxshi bo'lsa, baribir aylantirib yurgizadi. Yurgizadi, shuni 3 oy qishicha shunaqa yurgizadigan bo'lsangiz, yana ayga qishga akkumulyatoringiz yaramay turaveradi. O'shaning uchun mana gazni agarda karburatorni tagidan montaj qilib ulangan bo'lsa, bu karburator mana ulangan gaz, karburator tagidan ulangan bo'lsa, pasosni totsangiz bo'ladi. Mana hozir aksariyat ko'p damazimiz mana shunday vozdixga ulangan. Shuning uchun siz pasosni totib yurgizmang. Pasosni totsangiz battar yurish qiyin bo'ladi. Chunki havo bilan gazni baribir ikkovini bekitib qo'yasiz. Endi siz buni pasos rolini siz qo'lda bajarasiz. Qo'lda bajarishingiz bir qo'lingiz, chap qo'lingiz mana chap qo'lingiz kalitda turadi. Mana chap qo'lingiz kalitda. Chap oyog'ingizda muftani ezib olasiz. Ezib olib turib, undan keyin pasos rolini qo'lingizda maytdan bajarasiz, mana vozdixdan. Manet bekilgan bo'lish kerak. Mana maytni bekitib turib, biz maytdan ochib qo'yganman. Endi manetdan ham ochiq bo'lib, maytdan ham ochiq bo'lsa, ikkovini bekitishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun meniki bag'ib bek, maytdan sozlab qo'yganman. O'shaning uchun mana uni bekitib turib yurgizaman. Shunda bitta zavoditda yurish kerak mashina. Keyingisida bitta kalitni olaveradi. Endi bunga sovuqda ahamiyati yo'q. Hoy 30 gradus bo'lsin, hoy 40 gradus bo'lsin, baribir bitta zavoditda mashinangiz yuraveradi. O'shaning uchun hozir men yurgizganimiz yo'q. Surib chiqdik mashinani. Surib chiqib masalalarga shu birinchi ertamanda mana bundan bag'i sovuqda akkumulyatorlaring o'lib qolmasligi uchun, quvvati ketib qolmasligi uchun osongina bitta zavoditda yurishni sizlarga tavsiya qilaman. Shunda akkumulyatorlaring uzoq yillab sizlarga xizmat qiladi. Shuni o'rgatay, mana rosa o'rganib olinglar. Chap oyog'ingiz muftada, chap qo'lingizda kalit tushasiz. Pasos rolida qo'lingizda vozdixdan bekitasiz. Bu pasosni umuman ishlatmanglar. Ishlatsangiz yurish qiyin bo'laveradi. To'rga yurib olgandan keyin texotni sozlash uchun kerak xolos bu hozir. Mana ko'rasizlar mana. Mana birinchi yurgizishim, mana bu qo'lda orasidan jicha oraliq bo'lsin. Havo o'tadigan. Ammo yurishi bilan qo'lingizni olib ulgishingiz kerak. Agarda qo'lingizni olib pir deganda yurgizolmay qolsangiz, qo'lingizni olib keyingi kalitni bosishingizda yuraveradi, buni bekitmasdan bitta bossangiz yuraveradi. U qishda sovuqda qizig'i yo'q. Qachon bo'lsa ertamanda mana. Mana yurdi, mana shu yurishi mana. Mana ko'rib turibsizlar. Pasos rolini aytdan bajardim men. Mana endi pasosni bag'dan tortib gazni ko'tarib qo'yaveraman texotni. Mana ko'rib olinglaring obunachilarim. Mana shu gazda ertamanda yurgizish qonun qoidasi shu. Shunda akkumulyatorlaring yillab sizga xizmat qiladi. Masalan, men akkumulyatorimi mana hozir endi o'chirib qo'yaveraman. Mana pasosdan hozir mana ko'rsating, bu pasosdan hozir men texotni sozlab qo'ydim mana. Bo'ldi, yurgizishda haligida yurgizdim.
mana shu yurish, shuni ko'rib olinglar. Umuman sovuqda qizig'i yo'q. Qanaqa sovuq bo'lishda, oyozda qolib ketgan bo'lsa ham, xuddi mana shunaqa yurgizsangiz bitta zavoditda oladi. Bo'lmasa akkumulyatorda zavodit qilib yurgizaverasiz, 3 oy qishda o'zi akkumulyatoriz yanagi qishga yaramaydigan bo'lib turadi. Hozir bu ko'p akkumulyatorlarimiz ertamanda yurgizib olasiz, kechgacha yuraveradigan mashinalar bor, akkumulyatorlar bor. Ertamanga bir ikki aylantirib yurgizolmay qoladi. Ashularga ham shunaqa qilsangiz, bir ikki aylantirib bersa bo'ldi, yurdi. Kunduzi bilan yuraverasiz. Mana keyin o'chirib qo'ysangiz bo'laveradi. Undan keyin mana texotingizni baland bir xilda baland yursin. Texot baland yuradigan bo'lsa, akkumulyatoringizga ham foydasi bor. Ustalarga aytsangiz, svetni mana ko'p ustalar bilan svetni yoqib qo'yib, o'sha svetga moslab gaz texotli grupyani ko'tarib beradi. Ko'targandan keyin dinamni quvvatimdek svetga o'zi boradi. Borganda ash holatiga texotni qo'yib qo'yasiz. Qachon bo'lsa svetingiz yonib tursa ham zaryadga bo'lib, bir xilda zaryadga bo'lib turaveradi. Agarda ko'pchilik texotini pasaytirib bering deydi, texoti o'char-o'chmas bo'lib ishlab turadi. Svetni yoqsangiz bir 10 ta lampochkani akkumulyatordan, motorni yurib turishi akkumulyatordan bo'lib, akkumulyatoriz nurab boraveradi. Men endi hozir sizlarga g'alati tuyularu, oldingi Damazimni 7-yilda akkumulyatori 7-yilga o'tganda mashina bilan sotilib ketdi. 6 yil to'shni ishlatdim, 7-yilga o'tganda mashina bilan sotib yubordim. O'shanda ham ishlayverdi akkumulyator. Xuddi mana shu tempada yurgizganman, mana shu usulda. O'shaning uchun sizlar mashina o'rganib olinglar. Ertamanda g'ij-g'ij qilib aylantirib, ana yurdim, mana yurdi deb turib akkumulyator yuradi. Endi tashqariga chiqib olib, bitta odam bormi, bitta mashina bormi deb qolasiz. O'qishgarchilikda. O'shaning uchun o'shini oldini olish uchun xuddi mana shunaqa qilib yurgizinglar. Menga duo qilib qo'yasizlar. Endi benzin agarda yangi mashinangiz bo'lib, yangi olgan bo'lsangiz, benzinda bo'lsa shuni bir biling, hozir yurgizish ko'p, mana yangi olgan Damazlarimiz mana shu yerda mashina bo'lib qoldi, tog'a mashina bo'lib qolyapti, deyapti. Yurgizishni bilishmayapti shular. Nimaga? Brekka nimani keltirasiz? Benzin asosdan benzinni keltirib turib gazni 2 marta ezasiz, kachka qilasiz xolos. 2 marta mashina qilib, 2 martadan ham ortiq. 2 marta kachka qilib turib, chap oyog'ingizda muftani ezib turib, pasosni mana bunga benzinga pasos ishlayveradi. Pasosni polni tortib turib, bitta bosganingizda bittada oladi. Bittada olish bilan yarimga pasosni tushirib yuborasiz. Agarda tushirmay o'sha pasosni o'zida tortib texotini ushlab turaman deb balandroq ushlab qo'yib qo'yib varillatib qo'ysangiz, varillab turib, pasayib turib, shat pasos bo'lib o'chib qoladi. O'chib qolgandan keyin bo'lmadi deganda 100 metrga sudratasiz inab yuradi. Yoki bo'lmasa 5 soat tek qo'yib qo'yasiz o'ziga, 5 soatdan keyin bossangiz yuradi. Shunaqa pasos bo'lib qoladi. O'shaning uchun buni yurgizish yo'li benzinliknikini. Benzinni nasosdan keltirib olasiz, keltirib olib turib, gazni 2 marta kachka qilasiz. 2 marta kachka qilib turib, pasos tortib turib, bitta yurgizasiz. Bitta yurgizib turib, shunday pasosni qo'yib yuborasiz. Qo'yib yuborib, jicha pasosni o'rniga gazni berib oyog'ingizda, oyog'ingizda ligiropka qilasiz. Pasosni qo'yib yuborib. Ligiropka qilib, sal qizdirib olib turib, yine pasosni jicha tortib, texotini rostlab olib qo'ysiz, o'shanda pasos bo'lib qolmaydi mashinangiz. Yurib ketaverasiz. Agarda haliginda sovuq kunda bo'ladi bu. Rasa qishgarchilikda o'shanaqa yurgizib olib, pasos tortib qo'ysangiz, sovuq motorda benzin ko'payib ketib, yaxshi yonmay ko'payib ketib, bir yo'l pasos bo'lib o'chib qoladi. Ine qishki kunida yurgizolmay turaverasiz. Yangi mashinani ham, mana shu yerda bizda ham bo'lyapti shunaqa. Yangi mashinani yurgizolmay qolib, shunaqa yurgizolmadim deydi. Borsam pasos bo'lgan bo'ladi. Haligini 5 soat kutasiz. Haligi benzin yo'qolguncha. Yoki bo'lmasa bir 100 metrga bitta mashinada sudratish kerak, yangi mashinani. Benzinni shunaqa yurgizasiz. Endi mana kechagina Buxorodan bitta obunachim telefon qildi, mashinaning ichiga Damazim yangi-yu benzinni hidi kelyapti deb qoldi. U benzinni hidi kelishi tajribadan o'tgan bu mana bokni qopqog'i qandaydirki rezinga sifat ekan rezbasi.
jicha qatgandagi chala qatib turib, qolganiga qatmaydi, tirillab o'tib ketaveradi. Ana shunda siz qatdi deb qopqog'ini yopib qo'yasiz, ichida 10 litr benzini bo'lib, tashqariga oqmasa ham mashinaning ichiga hidi kelib yuradi. Kim agar yangi mashinasi, yangi Damazida shunaqa agarda hid kelayotgan bo'lsa, o'sha boshti qopqog'idan bo'ladi. Boshti qopqog'ini yaxshi chiroyli qilib bekitsangiz, hidi kelmaydi. O'sha kechagina o'sha buxorolik bitta obunachi shunaqa deb qoldi, hidi kelyapti, mashina saloni ichidan benzinda hidi kelyapti. Shu tog'a qatdan kelyapti ekan deb shunaqa deb qoldi. U boshti qopqog'idan. Boshti qopqog' benzin oqmasa ham kelaveradi. Chala yopilib qolsa ham salonda ichiga yuradi. Qandaydir salonda ichiga yurar ekan hidi. Obunachilarim shu men sizlarga qishki tavsiyam mashinalarda yurg'izish uchun mashina o'rgan olsalaring, sizlar qishda qiynalmaysizlar. Mana akkumulyatorlaringni umri uzoq bo'ladi. Ha deb aytaman, yangi mashinani pasos qilib qo'yib, aka chiqib olib surishib olinglar yo bo'lsa bitta mashinada totib olay desangiz hijolatchilik. O'shaning uchun mashina yurg'izishni o'rganib olinglar, sizlar qiynalmanglar. Meni bugungi bergan sizlarga yangiligim shu. Endi omma shuni aytib qo'yay, obunachilarim, like bosish esdan chiqib qolyapti. Videoni ko'rib, like bosish esdan chiqib qo'yapti. Shu videoni ko'ringlar, yo'qsa like bosib qo'yinglar. Chunki mana nima tarqalishiga foydasi bor ekan. Masalan, like bosib qo'ysangiz, yanada tarqalar ekan shu nima. O'shaning uchun like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qishda mashinalaring buzilmasin asli, yaxshi yursin. Salomat bo'linglar. Yana yangilik bo'lsa, Xudo xolasa sizlarga ilinib, sizlarga yana yangilik chiqaraveraman. Rahmat, kam bo'lmanglar.